Ayağım ağrırdı, yürünmeye qoluvdim. Şu doridan ichganimdan keyin shundan beri mana yurib qoldim. Baribir yillar o'tgan sari zo'riqib boraverdi-da, bemorlik zo'riqib boraverdi. Ancha menga foydasi bo'lganini sezdim. Ayağım bir ağrıdı, şu mana 3 yildan beri mana shu oyoq og'rig'ida yuraveruvdim, meni hech dori foyda qilmadi. Keyin o'sha dorini aytishuvdi, ichuvdim. Shundan beri mana yurib qoldim. Mana hozir bemalol namozda ham, o'tirib turishda ham. Ha endi izdihomlarga borsam tika turib ketishim qiyin. Hozir mana yangi yilcha aylanib mehmonlarga ham borib keldim. Injiqlik ham ancha yo'qolib, yaxshi buva ham bo'lib qoldi. Assalomu alaykum barchaga, yaxshimisizlar? Mana bugun Andijon viloyati Asaka tumanida G'ulomjon tog'amizni xonadonlariga tashrif buyurdik. Oldin jarroh bo'lib ishlagan ekansiz. 50 yildan ortiq faoliyat olib borgan. Hozir pensiyadamisiz endi? Pensiyadaman. Oldin hozir mana Vertaflex mahsulotini ichishingizdan oldin qanaqa shikoyatlar bo'lgan sizda? Ayağım ağrırdı, yürünmeye qoluvdim, qiylanib. Şu doridan ichganimdan keyin shundan beri mana yurib qoldim. Ko'chalarga chiqyapman. Shu dorini foydasi juda katta yordam qildi menga. Boshqalarga ham tavsiya qilaman, shu doridan ichsa oyoq og'riqlaridan qutuladi. Hozir undan oldin aytdingiz, 3 yil oldin oyog'imda ancha kuchli og'riq bo'ldi, noto'g'ri ukol qilingan edi, bosolmay qoluvdim deb ham aytdingiz. Suhbat davomida unda holat qanday bo'lgan? Holatim yaxshi edi. Shu ukoldan keyin ham oyog'im bir og'ridi. Shu mana 3 yildan beri mana shu oyoq og'rig'ida yuraveruvdim, meni hech dori foyda qilmadi. Keyin o'sha dorini aytishuvdi, ichuvdim. Shundan beri mana yurib qoldim. Ko'chalarga chiqyapman. Bemalol og'riqlar yo'q. Demak, shu 3 yil oldin ukol noto'g'ri qilingandan keyin bo'g'imlaringizda mana misol tizzani pastki qismdan tortishib og'riqlar kuchli bo'lganda boshqa joylarga ham ko'ringansiz, foydasi bo'lmadi dedingiz. Hech yerda foyda ko'rmadim. Ko'rindim, o'zim harakat qildim. Ishqilib nima tavsiya qilingan bo'lsa qilib ko'rdim, foyda qilmadi. Demak, shu 3 yil oldin ukol noto'g'ri qilingandan keyin bo'g'imlaringizda mana misol tizzani pastki qismdan tortishib og'riqlar kuchli bo'lganda boshqa joylarga ham ko'ringansiz, foydasi bo'lmadi dedingiz. Hech yerda foyda ko'rmadim. Ko'rindim, o'zim harakat qildim. Ishqilib nima tavsiya qilingan bo'lsa qilib ko'rdim, foyda qilmadi. Necha kunda bildingiz mahsulotni olib iste'mol qilishni boshlaganingizdan keyin? 3 kundan keyin bilindi-da, og'riqlar yo'qolib, bosib qoldim. Endi hozir ham shundan bittadan ichib turaman. Hozir Karomat xolamiz ham xudo xolasa o'zlari 50 yil mobaynida praktikada o'z ishlab faoliyat olib borgansiz, kardio-revmatologiya yo'nalishi bo'yicha. Mana bo'g'im, bizniki ham shu bo'g'im kasallari bo'yicha-da endi asosan. Mahsulot haqida fikrlaringiz qanaqa? O'zingizda ham mana tizza og'riqlari bor deyotdingiz, namoz o'qishga qiynalyapman deyotdingiz. Qanaqa shikoyatlar bo'lgan? Endi avvalambor ishiq bo'ldi. Bel og'rig'i, oyoq og'rig'i bir xil, bir vaqtdan boshlangan. Endi holat ancha og'ir bo'lgan. Ko'p joylarda sanatoriy, kurort ham, dorilar ham ichilib, endi turini ham ko'pini iste'mol qilib yurgandim. Baribir yillar o'tgan sari zo'riqib boraverdi-da, bemorlik zo'riqib boraverdi. Oxirgi vaqtida o'zim idora qilishim qiyin bo'lib, yurolmasdan, bir narsalarga suyanib yuradigan bo'lib qoldim. Keyin uni istab, buni istab, shu dorini eshitib reklama bo'ldi deb foyda ko'rganlar aytib qoluvdi, oldirib kelib iste'mol qilishni boshladim. Mana bir haftadan beri o'zimni yaxshi sezgandan tashqari yuryapman. O'zim idora qilishni o'rgandim. Lekin dorisi bilan birgalikda mazi ham bor ekan buni. Ba'zan deyishar ekan, shuni chiroyli qilib, yaxshi qilib bel bilan birgalikda surtab, ikkalasidan juda yaxshi naf topyapman. Ancha menga foydasi bo'lganini sezdim. Endi shuni menga o'xshagan bemorlar bo'lsa,
shu doridan foydalansa yaxshi bo'ladi. Bemalol tavsiya qila olasizlar. Bemor sifatida ham, vrach sifatida Endi mana o'zim shifokor bo'lib turib, ashuncha o'zimga o'zim yordam bersam ham foyda topmay, shu dorini men tasviya qilishga o'zim ishtiyoq ochdim, chunki boshqa bemorlar ham foydalansin. Albatta. Hozirgi paytda mana bo'g'imlarida og'riq bo'lib, belini ko'tara olmasdan, harakatlari cheklanib, namozni ham vaqtida o'qimasdan anchagina qiynalib yotib, bu mahsulotni ko'rib ikkilanayotgan bemorlarga nima deya olasiz? Endi buni men masalan o'zimni nimamdan aytsam, ikkilanishni hojati yo'q. Nimaga desangiz, birinchidan ta'siri ham tezdagina bilindi. Necha kunda sezasiz ta'sirini? Bir hafta. Bir hafta yog'mi? Birinchi 3 kun jonlanib, o'zim tetik bo'ldim. Mana hozir bemalol namozda ham, o'tirib turishda ham. Endi izdihomlarga borsam, tika turib ketishim qiyin. Hozir mana yangi yilcha aylanib, mehmonlarga ham borib keldim. Harakatim ham yaxshi bo'lib qoldi. Demak, oldinga nisbatan ancha o'zgarish sezgansiz, og'riqlar ancha kamaygan, namozlarni ham bemalol o'qiyapsiz. Shuni juda xursandchilikda tasviya qilyapman-da. Joni og'riganlar shundan uyqusizlik ham bor, qiynayapti deyordingiz, uyqularingiz ham ancha yaxshilanib qoldimi? Endi o'zi yana haligi yoshimizga qarab, davleniya ham bor, uyqusizlik, endi injiqlik bor edi, eng asosligi injiqlik. Kechasi uyqumuzni topib, injiqlik ham ancha yo'qolib, yaxshi buva ham bo'lib qoldi. Demak, nevaralar o'ynasa ham asabiz uncha buzilmayapti deganda. Yo'q, yaxshi buva bo'lib. Maşallah, ko'z tegmasin. Xudo xolasa, demak, vrach sifatida ham, bemor sifatida ham ikkilanayotgan, olishga o'ylanayotgan, nima qilsam ekan deyotgan bemorlarga bemalol tavsiya qila olasiz. Bemalol olib ichinglar. Endi biz o'zimizning natijamizda natijalar zo'r bo'lgan. Bemalol olib, dorisini surkab, mazini vaqtida dorisini ichib iste'mol qilib tursa, foydasi katta bo'ladi degan ishonch hosil qildik biz. Vertaflex mahsulotini shu ekranda yozib qoldirilgan nomerlarga yoki postimizda qoldirilgan 55 bilan 201 12 12 raqamlariga telefon qilib, mutaxassislar bilan bog'lanib, bemalol mahsulot haqida bilib, xarid qilsanglar bo'ladi.